Birinchi samolyotni kim ixtiro qilgan? Aka-uka Grimlar. Yo'q. Aka-uka reydlar. Xo'p, aka-ukaligini yaqinlashganingiz uchun mayli ko'tarmay qo'yaylik. Dunyodagi eng baland binoning nomi nima? Burj Xalifa. To'g'ri. Siz to'g'ri turibsiz. Inson tanasidagi eng kuchli mushak qaysi? Til. To'g'ri. O'zbekistonda eng katta cho'l qaysi? Mirzacho'l. Yo'q. Qizilqum. To'g'ri. Tarixdagi birinchi yozma manba qonunlari. Bobilda yozilgan. Ha. O'zim aytay? 3, 2, 1 Hammurapi qonunlari. Hammurapi qonunlari Bobilda. To'g'ri. Ko'taring, lekin topamadingiz. Bobildagi hamma. Telegram dasturining asoschisi kim? Pavel Durov. To'g'ri, siz kechikdingiz. Eng ko'p so'zga ega til qaysi? Arab tili. Arab tili. Ingliz tili. Ingliz tili to'g'ri. Dunyodagi eng katta orol qaysi? Grenlandiya. Grenlandiya. Muz oroli. Farqi yo'q, orol-ku. Google so'zi qanday ma'noni anglatadi? Sonda, cheksiz son, Google son. To'g'ri. 10 ning 100-darajasi degan ma'noni anglatar ekan. Shunaqa ekan. Bo'ldi, o'yin tugadi, rahmat.